Ko'pchilik bemorlarimizga o'zboshimchalik qilib, o'zlaring davolanmanglar yoki ba'zi doktorlar faqat bu oqdog' gijjalardan deb faqat gijjani davolaydi-da. Mana bir akamiz hozir kelganlar, 1,5 oy bo'lgan, o'zi 2 oy bo'lgan oqdog'lar paydo bo'lganiga 1,5 oydan beri gijjalar davolatganlar va hozir butun yuzlariga, hamma joyga tarqab ketgan. Mana hozir men sizlarga qo'llarini ko'rsataman mana. Ko'ryapsizlarmi? Xuddi shu holat yuzlariga ham tarqab ketgan. Yana boshqa joylarga ham mana qo'llarga, tepalarga ham tarqab ketgan. Shu sababli hech qachon oq dog' kasalligini o'zboshimchalik bilan davolanish yoki faqat buni gijjalar keltirib chiqaradi deb gijjan dorilarini bostirib ichish tavsiya qilinmaydi. To'liq mutaxassislar bilan tekshiruvlardan o'tib, undan keyin imkoni boricha kamroq dori-darmonlar bilan davolash kerak.